Askent uzubi. Bugun video oldim. Kamerani birinchi marta yoqdim. Faqat video short solayotgandim. Bo'lmasam videoni boshlaymiz. Tak bo'ldi. Menda shunaqa narsalar bor. Hozir bitta yangi do'konchi keldi deb aytmoqda hamma. Hozir borib ko'ramiz. Hamma narsa bo'ldim. Bitta men olmadim. Mayli, qardim qilib qo'yay, undan keyin olamiz. Sizlarga ham o'zi ko'p blog emas, shu paket yig'ib yurdim. Chunki do'kon uji ancha bo'lib qoldi. 3 oy bo'lib qoldi uji. Lekin hali nimalar borligini o'zim bilganim yo'q. Tak. Test qilib tashlasak. Bu qolmabdi, tez bo'lgan bo'lsa. Tez qilsam. Tak bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar. 2 ga boshim kerak. Tak. Mashaqqa sabzilar, kartoshkalarga qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Keyin aytgancha nega bunaqa qalin kiyim kiyib oldingizlaring, pijama kiyib salaring. Hozir sovuq. 2026-yil bilan hammani tabriklayman. Короче, bo'lmasa biz ularda keyin merga beramiz. Qanaqdir o'rtachalarga qo'ysam. Bir-birini oldiga turmash kerak. Hidi dabdala qilib. Ketdik bo'ldi. Bo'lsam qani nimalar bor ekan? Ko'p narsa sotib olamiz. Salom bro. Salom bro. Qandaysan? Yaxshi, nimalar sotmoqdasan? Kerak bo'lsa o'zing ko'rib hazillashib. O'zimda ham narsalar bor. Sandig'imda ham. Bular nima bo'ldi ekan? Har xil narsalar. Menga mashina kerak bo'ldi. Eng chiroyli mashinalar necha pul? Mashinalar 36 dan. Sen o'zing nima sotsan? Trade boss keyin ko'rasan. Qotib qoldim. Ham mana bo'ldi. Oho. Menga kofe yoqadi. Bo'ldi, qani kofe. O'z kofe dordim. Yaxshi. Bizga burger kerak. 1-3 to'son. Bo'ldi, endi nima olamiz? Sushi olamiz, aniq. Sushi olmasa bo'lmaydi. Tak. Bo'ldi. Pulimizni ishlatib qo'ymashimiz kerak. Bo'lmasa menga yoqqani mana shu bo'ldi. Mana shundan bitta. Kompyuter necha ming bo'ldi? Kompyuter albatta arzon bo'lmaydi. Kompyuter 25 ta oltin. Mana oqqa. Tak bo'la. Asal qiyin bo'lyapti. Mana. Oldimga bersang bo'lmaydimi? Karchuqni o'zing olasan. Chiqishda yana nima olamiz bo'ladi? Yangicha struktura bloklar. Mana qanday blok bo'ldi endi? Mana qanaqa blok? Bu uyda chiroyli qilishga. Lekin bu blok o'zi asli kompyuter unaqalardiki emas. Tak bo'lsam kerak bo'ladi. Bu qancha bo'lmasam? Bu $10. 10 ta tanga. Dedi $10. $10 men qaytdi ololman. Qach o'zing. Nechtasi $10? 10 tasida albatta. Tak 10 tasi ekan. Shunda 10 tasini o'zimga qoldiraman. 10 ta. Bu mana mebellar. Mebellarda
Hammasini olish kerak. Bundan 5 ta olsam, mebellarning hammasining narxini aytsam, har biri necha dollar edi hozir. Men xaritada ko'rib olay. Ha, bo'ldi, hammasining narxi 13 dollardan, 15 dollardan ekan. Necha dollar deyverasan? Endi men o'rganib qo'yganman-da. Qarorchi pastda hamma biling. Bro. Mana ular nima bo'ldi? Keraksiz narsalarmi? Yo'q. Bolalar. Mana uni qo'yib qo'yaman. Ovqatlar hozircha kerak emas. Bitta deb tursam, men sizlarga bularda obzor qilishim kerak. Mana qo'y. Tak, bundan bo'lmasam men olaverang, bundan ham bitta aynan. Bitta, keyin yana manta bor ekan-ku, olaverang. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Mana u qancha? Stolmi shunaqa. Bu ham albatta 8 dollar. Ha, bo'lmasam bundan hal ishlatamiz. Sen g'irt mas bola ekansan, nimaga tashlayverasan oldimga? O'zingga qarab gapiraydi. Tak bo'ldi, bo'lmasam biz hamma mashinadan olamiz. Har biri 30 dollar. Qarshi hamma pulim berar ekanman. Olam, sizlarga video boshlab like bosib qo'yinglar. 2K uchun shuncha mehnatlar qilyapman. Hammasini bittadan olib chiqsak, keyin tekshirib ko'ramiz, bolalar. Mana ularni hammasidan emas, aynan ko'k rangidan oldim men. Ya. Mana olsak, bu mana unaqa kompyuter menga xos. Buni albatta ham bo'lmas. Mana o'zimga kerak edi, qolganlarga. Bulardan ham hech narsa qolmadi. Mana u nima ekan? Buni ko'rmabman. Olib qo'yaman buni ham. İyi bo'ldi. Mana qanaqadir narsa bu ham olish kerak. Qarchi men senga jambi 64 jam hisoblab olay. 64, 69 короче, men 69. Shuncha ketdim meni. Bo'lib bo'lsa tekshirib chiqishimiz kerak. Men birinchi bo'lib ulardan boshlayman, uyimni bezatib chiqaman. Tak. Bal yeyiladigan narsalarga qiziqi yo'q albatta. Birinchi bo'lib kompyuterlar, keyin bunaqa blok mashinalarni boshlab ko'ramiz. Aynan mana mashina chiroyli deb o'ylayapman. Oy. Bo'ldi. Qani? Ya. O'tirish kerak. Uy. Bu ham dahshat chiroyli. Oy, bo'ldi. Buni go'zalligini boyagi bilan bir ekan bu. Uy. Bularni nimadir qilish kerak. O'tish kerak. Bularni agar tushsa albatta. Bo'lsa buni qanday qilib bezataman bilmadim. Bo'lsa pasimga qo'yib chiqaman. Mana u tak bola bo'lsa biz bu bloklar sindirgan holda. Ya. Ha. Bo'ldi. Bu bizning podval.
e'tibor qilmaysizlar. Ham ekbolamatga qo'yib yubordim, uzr. Hech xunuk turmayapti. Mana yonlarga manda qach afsuslarni bular menga kerak emas, o'zimga keraklarni qaytadan pulimni qaytarib olaman. Bular kerak narsalarni qo'yib qo'yamiz joyiga. Voy, shunchasini qotirib qo'yibman. Uzr, shuncha narsalar mana aytga kompyuter, mana aytga narsalar qo'yib chiqdim. Bola bo'lsam video tugar.